Demak, bu tekrar start tugmasini bossak bizga xuddi shunaqa soобщение jo'natadi. Bu yoqdan запустить игру tugmasini bosib biz mini appni ochishimiz mumkin. Demak, bu bot haqida men Telegram kanalimda ham sizlarga ko'rsatib o'tgandim, tushuntirib o'tgandim va hozir mana videoobzor qilib chiqaryapman. Demak, bu yoqdan nachat tugmasini ustiga bir marta bosamiz va bizga botda главный oynasi ochiladi. Demak, ko'rib turganingizday biz raketa uchirib har soatda bu botdan foyda olishimiz mumkin. Ya'ni monetalar ishlab beradi bu raketa. Biz bularni sabrat qilib keyin bemalol chiqarib olishimiz mumkin. Demak, ko'rib turganingizday hozirda menda 36 ta moneta yer bergan. Buni sabrat tugmasini bosib men главный balansimni olishim mumkin. Mana raketam ko'rib turganingizday birinchi urovenda turibdi. Demak, hozirga pastdagi bo'limlarni ko'rsatib beraman va keyin bot haqida, ya'ni qanaqa qilib pul ishlash mumkinligi haqida to'liq tushuncha berib o'taman. Demak, pastdagi ikkinchi bo'limi bu market bo'limi. Bu bo'lim orqali biz benzinlar sotib olishimiz mumkin va raketamizni urovenini oshirib borsak bo'ladi. Demak, X tugmasini bosamiz. Ikkinchi bo'limi hamkorlik dasturi bo'limi. Ko'rib turganingizday 15 urovenli hamkorlik dasturi bor. Ko'rib turganingizday botda вообще shikarna qilib ishlab qo'yishgan. Bemalol kirib o'zingizlar ham tanishib chiqishinglar mumkin. Va 4-bo'limi games bo'limi. Bu bo'lim orqali biz har xil bonuslar olishimiz mumkin. Ежедневный razdachi bo'lim bor. Bu bo'lim orqali biz kuniga 3 ta reklama ko'rib, mana shu yerda konkurs ishtirokchisiga aylanishimiz mumkin. Demak, orqaga qaytamiz. Keyingisi bizda ko'rib turganingizday ежедневный combo bo'limi. Bu bo'lim orqali har kuni combo yig'ib biz pul ishlashimiz mumkin. Telegram kanalimizda ham bu kombolarni rasmini tashlab boramiz. Demak, keyingisi колесо удачи bo'limi. Bu bo'limdan biz колесо aylantirib yana pul yutuqlarini yutib olishimiz mumkin. Ko'rib turganingizday reklama ko'rib besplatni aylantirsanglar bo'ladi yoki 10 ta monetaga yoki bitta manaqa botni ichki valyutasidagi monetaga aylantirishinglar mumkin. Demak, promokodi bo'limi bor. Bu bo'limga promokod yozib yana bonus olishimiz mumkin. Telegram kanalimizda ham promokodlar berib boramiz. Ежедневный aktivность bo'limi orqali har kuni kirib biz ko'rib turganingizday yana monetalar va botda ichki valyutasidan ishlab borishimiz mumkin. X tugmasini bosamiz. Oxirgi bo'limi olov bo'limi. Bu bo'lim orqali biz yana qo'shimcha sarmoyasiz pullar va monetalar ishlab borishimiz mumkin. Ko'rib turganingizday har xil topshiriqlar bor. Bemalol kirib o'zingizlar tanishib chiqib yoki bajarib yana qo'shimcha pul yutuqlarini, ya'ni pullarni ishlab borishinglar mumkin. Bu pullarni qanaqa qilib yechib olamiz, qanaqa qilib ishlatamiz, hozir sizlarga hammasini ko'rsatib beraman. Demak, ko'rib turganingizday 4 xil bo'lim bor. Shu bo'limlardan sizlar bu yoqda topshiriqlarni bajarib yana moneta va pullar ishlab borishinglar mumkin. Endi biz botda главный oynasiga qaytib o'tamiz. Hozir sizlarga qanaqa qilib botda pul ishlanadi, pulni ko'rsatib beraman. Tepadagi ko'rib turganingizday plus tugmasini bosib, xohlasanglar bu botga sarmoya kiritib o'zini monetasini sirazi sotib olishinglar mumkin. Ko'rib turganingizday Payer USDT va boshqa kriptovalyuta hamyonlar orqali biz sarmoya kiritishimiz mumkin. Xohlasanglar Telegram Star orqali ham bu botga sarmoya kiritishinglar mumkin. Agar raketalarni urovenini tezroq oshirmoqchi bo'lsanglar, demak X tugmasini bosamiz. Pastdagi moneta bu уже pul yechib bo'ladigan balans bo'ladi. Vyuplati tugmasini bosib, yo'lda ko'rishinglar mumkin. 109 ta moneta 1 rublga teng bo'lar ekan. Bizning balansimizda hozir 28 rublga yaqin pul turibdi. Buni sizlarga video davomida qanaqa qilib yechib o'tishni ham ko'rsataman. Ko'rib turganingizday Payer rubl, Payer USD va TRC20 ga biz pullarni yechishimiz mumkin. ERC20 ga ham pullarni yechib borsak bo'ladi. Endi bu raketani qanaqa qilib ishga tushiramiz desanglar, birinchi bo'lib mana market bo'limiga o'tishimiz kerak. Birinchisi mana bu benzin bo'ladi. Xohlasanglar 10 ta moneta yoki 3 ta botda o'zini puliga sotib olishinglar mumkin yoki besplatdan tugmasi turibdi. Shu tugmani ustiga bir marta bosib biz reklama ko'rib sarmoyasiz benzin sotib olishimiz mumkin. Ko'rib turganingizday 9 sekund kutib turamiz va bizga benzin beriladi. Mana ko'rib turganingizday reklamani ko'rib bo'ldik. X tugmasini bosib, mana obratdan botga qaytib oldik. X tugmasini bosamiz. Bu yerda ko'rishinglar mumkin. Raketamiz bizga 59 minut uchib beradi. Endi reski buni yondigini ham olib qo'yamiz. Bu bizga ko'proq pul ishlab berishda yordam beradi. Buni ham besplatni tugmasini bosib biz reklamani ko'rib olamiz. Mana reklamani ko'rib bo'lganimizdan keyin xohlasanglar uchinchisini ham xuddi shu tariqa reklamani ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi? Ya'ni 5 minutdan 25 minutgacha bizga raketamizga keladigan meteoritlardan защита beradi. Ya'ni raketamizni oldida защита paydo bo'lib qoladi. Demak, ko'rib turganingizday 58 minutdan keyin bizning raketamiz to'xtaydi va tepada bizga balansda monetalar ishlab beradi. Xohlasanglar mana bunaqasiga o'tib sizlar ko'rishinglar mumkin. Dohodinglarni va raketalarni urovenini oshirib borsanglar bo'ladi. Bu yerda ko'rishinglar mumkin 100 ta monetaga biz raketamiz urovenini 2 qilsak bo'ladi. Bu yoqqa o'tsak ko'rib turganingizday raketamiz 60 minut 90 minut uchadigan qilsak bo'ladi. Buning uchun 130 ta moneta kerak bo'ladi bizga. Keyingisi mana ko'rib turganingizday har uchganda bizga 48 ta moneta emas, 72 ta moneta ishlab beradi. Buning uchun 570 ta moneta biz ishlatib bu levelda sotib olishimiz kerak. Bunda mana har sekundda 001 moneta ishlasa, 2 ta monetaga sotib olsak biz har sekundda 002 moneta ishlab borishimiz mumkin. Demak, ko'rib turganingizday bu botdan xuddi shu tariqa pul ishlanadi. Kirib sarmoyasiz reklamalar ko'rib raketani ishga tushirib qo'yamiz va raketalar bizga moneta ishlab berib turadi. Demak, bu pullarni qanaqa qilib chiqarib olamiz desanglar, Vyuplati bo'limiga o'tib mana birinchi qatordan biz summani yozib o'tamiz. Bizning balansimizda 2970 moneta bor ekan. Biz yozganimizdan keyin ko'rishinglar mumkin 27 rubl 29 kopeyka bo'lar ekan. Bu yoqdan biz per hamyonimizni yozib qoldiramiz.
Mana PR hamyonimizni yozganimizdan keyin bu yerdan PR rubl ustiga bir marta bosib qo'yamiz va ko'rishingiz mumkin komissiyasi 55 kopekani tashkil qilar ekan va bu yerdan sozdать заявку tugmasini bossak bizaga hozir недостаточно balans bordi, kelinglar biz balansimizdan pullarni sal kamaytirib qo'yamiz. Bu yerdan 70 emas 60 qilamizda. Endi pastdan yana bir marta soздать заявку tugmasini ustiga bir marta bossak ko'rishingiz mumkin biz pul yechib olish uchun raketamizni urvenini 3-urven qilib qo'yishimiz kerak ekan. 3-urven qilganimizdan keyin biz bu botdan pullarni bemalol yechib olsak bo'ladi. Mana balansimda ko'rib turganingizdek pul bor. Bemalol hozir 3-levelgacha oshirib qo'ysam bo'ladi. Bu yerda mana 3-levelgacha oshirib qo'yamiz. Demak, ko'rishingiz mumkin bizning raketamiz hozir 2-urven bo'lgan bo'lishi kerak yoki hammasini bittadan ko'tarib borishimiz kerak. Ya'ni hammasi 2-level bo'lgandan keyin biz bemalol 2-level qilib olishimiz mumkin. Demak, bunisini ham biz ko'tarib qo'yamiz. Bu ham ko'rib turganingizdek 2 bo'ldi. Buni o'zi oldindan 2 qilib qo'yganman. Buni ham kelinglar bir marta 2 qilib qo'yamiz va endi bir marta botga перезагрузка bermasak ham mana ko'rib turganingizdek уже bizning raketamiz 2-urven bo'ldi. Endi xuddi shu tariqa yana shu to'rttasini biz sotib olib 3-urven qilib qo'yishimiz kerak. 3-urven qilganimizdan keyin yana biz bemalol pullarni bu botdan yechib olsak bo'ladi. Demak, 1-2 kundan keyin men bu botdan pul yechib to'la beradimi yo'qmi Telegram kanalimda skrinshotlarini qoldirib qo'yaman. Bemalol o'tib ko'rib olsanglar bo'ladi. Kelinglar, hozir pulimiz yetsa biz sразу 3-level ham qilib olaveramiz. Mana 460 ishlatamiz. Bu yerdan 570 va keyingisi 700 turar ekan. Bizning balansimizda ko'rib turganingizdek pulimiz yetdi va bizning raketamiz 3-urven bo'ldi. Hozir 460 moneta bizda qancha bo'ladi? Menimcha minimalkasiga ham yetmasa kerak. Agar yetsa bizga yaxshi bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek 4 rubl bo'lar ekan. Biz bu yerdan hozir PR hamyonimizni yozib pastdan rublni bosamiz va bu yerdan soздать заявку tugmasini bossak, ko'rib turganingizdek minimalkasi 10 rubl ekan. Endi biz 10 rubl yig'ib, men pul yechib bu botdan skrinshotlarini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol Telegram kanalimga o'tib, bu bot to'laydimi yo'qmi ko'rib borishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek xuddi shu tariqa sizlar ham bu botdan sarmoyasiz pul ishlasanglar bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar kimga bu bot qiziq bo'lsa, bot silkasi opsiyasida va закрепленный kommentariyada bo'ladi. O'tib sizlar ham bemalol pul ishlashingiz mumkin. Demak, videoni boshida aytib o'tganimdek, bu videoda ham konkurs bor. Konkurs shartlarini ham videoni boshida aytib o'tganman. Bemalol o'tib ko'rib sizlar ham pul yutuqlarini yutolsanglar bo'ladi. Demak, hammaga omad. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.